Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Gemini Pro'ni qanaqa olishni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa proksi bo'ladi. Chunki proksi orqali bu narsani yechimini qilsak bo'ladi. Ya'ni bizga Amerikani proksisi kerak. Uni VPN bilan qilsa ham bo'ladi, lekin VPN sizlarda pulli bo'lishi kerak. Mana misol uchun mana bu VPN yuzadigan qaniki bor, Planet VPNniki, buniki yaxshi ishlamaydi. Agar sizlar pulli VPN olib turib, telefonda ham qilsa bo'ladi bu narsani. Agar pulli VPN'im yo'q desanglar, eng arzon yo'li через proksi orqali ishlatsanglar bo'ladi. Bizaga kerak bo'ladigan основной saytlardan bittasi proksi, keyin bizaga Dolphin degan anti-detect degan programma kerak bo'ladi. Men sizlarga mana ko'rsataman ikonkasini. Xo'p, mana shu programma kelib bo'ladi. Biz bu programmani internetdan skachatib olamiz. Men sizlarga hamma ssilkalarni tashlab qo'yaman. Biz yozamiz Google'ga, misol uchun Dolphin anti, mana Dolphin anti deb yozasizlar, mana bunga kirish kerak. Kirgandan keyin bu Dolphinga skachatib olamiz. Mana misol uchun Windows bo'lsa Windows, agar sizlarda Windows bo'lmasa, Apple'niki bo'lsa Apple'nikini skachatib olasizlar. Bitta o'zi Google o'ziga Apple deb yozsangiz chiqadi. Misol uchun men download bo'ladi. Download men hozir o'zimga ustanov qilganman. Xo'p, buni ustanov qilgandan keyin sizlarda birinchi bo'lib mana hozir mana shu programma bo'ladi. Bu programmaga kirish uchun sizlar o'zingizlarni любой bitta Gmail'larni kirgizasizlar. Gmail kiritgandan keyin sizlar mana shu oknoga tushasizlar. Bu okno sizlar mana bu yerda 5 tagacha profil ocha olasizlar. Endi men o'zim ochib qo'yganman, misol uchun 4 ta. Ochilgandan keyin xo'p, sizlar ustanov qildinglar, Gmail kirdinglar. Kirganinglardan keyin mana bu saytga kirish kerak. Proxy degan saytga kirasizlar. Mana shu proxyga bu yerdan proxyni olishimiz kerak, sotib olishimiz kerak. Biza bu narsa где-то hozir sizlarga aytaman. Mana misol uchun men o'zim balansim mana 270 rublim bor. Xo'p, buni to'ldirishinglar eng minimum summasi 100 rubl bo'ladi. Endi bu yerda menda rubl ko'rsatyapti. Atak где-то hozir mana endi aniqni hisoblaymizda. Rubl ko'rsatyapti-da. 100 rubllar где-то 1 dollardan sal oshiqroq bo'ladi. Biza bu summani любой kartada to'lasak bo'ladi. Misol uchun kartga bosamiz и продолжить knopkasini bosamiz. Mana продолжить bosganimizdan keyin bizda bu yerda mana Humo, Visa, Uzcard, Mastercard chiqadi. Mana bu kartalarni yozasizlar. O'zingizlar misol uchun tam 56 14 nechidir yozasizlar. Оплатить bossanglar, sizlardan 15 ming so'm yechib oladi. Bu 15 ming so'mga sizlar hozir где-то 10 tacha proksi ola olasizlar. 10 tacha proksi degani bu xohlasanglar 10 ta Gmail bilan, agar Gmailda bo'lsa 10 ta account prosidan olsanglar bo'ladi. Misol uchun 1 yillikni. Xo'p, keyingi o'chirtda biz buni to'ldirganimizdan keyin men hozir yana orqaga qaytaman. Sizlar to'ldirasizlar. To'ldirganingizdan keyin mana misol uchun mana saytga kirasizlar. Kirgandan keyin mana bu yerda уже pulinglarni ko'rsatadi. Xo'p, пополнение bo'lgandan keyin mana bu yerda balans ko'rsatadi. Balansinglarni misol uchun 100 rubl bo'lgandan keyin bu yerga kirishimiz kerak, главный stranitsasiga. Keyin bu yerda mana 3 ta variant chiqadi. 3 ta variantdan eng arzonini tanlaymiz. Bizda mana bu IPv6 bu kerak bo'lmaydi, bu chunki tushmaydi. Iloji boricha mana bu IPv4 shared proxyni olganimiz ma'qul. Bunaqa qimmat ham emas. Xohlasanglar bitta olasizlar, 7 kun ishlatsanglar bo'ladi. Mana одна неделя deyapti. Xohlasanglar 1 oy ishlatinglar, xohlasanglar 3 oy. Endi u agar maqsad mana shu Gemini'ni olish bo'lsa, bir haftalik olganinglar yaxshi bo'ladi. Misol uchun Cupidni bosasizlar. Misol uchun mana bu yerda Cupid и bu yerda sizlarda ikkita variant chiqadi. HTTP bilan sokka 5 degan chiqadi. Sizlar bu yerdan HTTPS ni bosishinglar kerak. Keyin bu yerga продолжить bossanglar, sizlar sotib ola olasizlar. Xo'p, keyingi o'chirtda biz sotib olganimizdan keyin biz akkauntimizga kiramiz. Akkaunt kirgandan keyin mana ikkita proksi turibdi. Buni endi hozir videodan ishlatsanglar ham bo'ladi, ishlatmasanglar ham bo'ladi. Endi iloji boricha men buni ham tashlab beraman, agar kerak bo'lsa u kimdir ishlatadi. Lekin o'zingizlar sotib olganinglar yaxshi-da. Misol uchun 6 kun qolgan ekan. Xo'p, keyin biz bu yerda mana proksini bosamiz, kopировать bosamiz. Bosganimizdan keyin biz boyagi programmaga kirishimiz kerak. Anti-detectga, Dolphinga. Keyin keyingi o'chirtda biz misol uchun mana bu yerda redacировать knopkasini bosamiz. Mana 3 ta nuqtani bosib redacировать knopkasini bosamiz. Bosgandan keyin bu yerga biz новый proxy deb bosamiz. Keyin bu yerda mana 4 ta variant chiqadi. HTTP, sockets 4, 5, keyin SSH chiqadi. HTTP ga bosib turib proxyni mana bu yerga stavить qilamiz, qo'yamiz. Mana videoda yaxshilab ko'rib olinglar. Keyin sizlarda agar to'g'ri qo'ygan bo'lsanglar, mana bu yerda mana shu narsa chiqadi. Agar noto'g'ri qo'ysanglar, sizlarda qop-qora ekran bo'lib turaveradi. Endi kirganingizdan keyin. Endi men buni saqlanib, misol saqlanib qilasizlar, mana saqlanib bo'ladi. Men saqlanib qo'yganman, boshqa bu yerdan kiraman. Xo'p, saqlanib bo'lgandan keyin sizlarda mana 3 ta profildan mana saqlanib qilganinglarni kirasizlar. Mana misol uchun men bu yerdan запуск bosaman. Mana запуск bosganingizdan keyin o'zi прямой mana Google Chrome'ga o'tib ketadi.
Keyin sizlar bu yoqda nima qilishinglar kerak? Eee, Sekin in qilishinglar kerak. Sekin in qilganinglardan keyin sizlar o'zinglarni Gmailga kirasizlar. Men o'zimga bitta Gmail anavi ochib qo'ydim. Ochgandan keyin mana misol uchun mana kiramiz Gmailga. Parol teramiz. Mana parol terdik. Tergandan keyin biza mana bu yerga yozishimiz kerak. Gemini deb yozamiz. Gemini student deb yozamiz. Mana student yozdik. Mana keyin bu yoqda kiramiz. Mana agar to'g'ri kiritgan bo'lsanglar, mana bu yerda sizlarda free for 1 year chiqadi. 1 yilga olish huquqi chiqadi. Bu 1 yilniki bo'ladi. O'shanda sizlar mana bu yerda get offer bosasizlar. Mana men get offer bosdim. Agar sizlarda mana shu narsa chiqmasa, уже sizlar yengitdan Gmail ochishinglar kerak. O'zinglar telefoningizdan nomer bilan tasdiqlangan Gmail ochilishi kerak. Agar nomer bilan tasdiqlanmagan yo telefonda ochilmagan Gmaillar bo'lsa, sizlarda mana bu yerda это предложение уже недоступен deb chiqadi. Agar to'g'ri kiritib, hamma narsani to'g'ri qilsanglar, mana shu narsa chiqadi. Endi bizga keyingi очередьda подтвердить status bosishimiz kerak. Mana подтвердить bosdik. Bosganimizdan keyin bizda xo'p, mana shu narsa chiqadi. Подтвердить свой status student deb chiqadi. Biza bu narsani bizda hozir student emasmiz-ku. Biza shu student emasligimizni o'tkazib yuborish yo'li mana shu ссылкасini kopировать qilib olasizlar. Misol uchun mana kopировать qildim. Xohlasanglar mana bu yerda mana bu narsani, masalan, подтвердить status degan narsani mishkani ikkinchi tomonini bosib turib, misol uchun kopировать adres ссылкani bosasizlar. Adres ссылкasi kopировка bo'ladi. Bundan oldingi videoyimda men sayt ishlatgandim. Batch 1K degan. Mana bu yoqda. Batch 1K me degan saytni ishlatgandim. Sayt oldin tekin edi. Hozir pulli bo'lib qolgan. Sizlar mana bu yerda IPK degan narsa chiqqan. Buni IP kiritish kerak, API ключ kiritish kerak. Bu narsani sotib olinadi. Bu pulli. Endi men videoyimda tekin deb yozganim uchun tekin variantini sizlarga bo'lishmoqchiman. Bu narsa ishlamayapti. Umuman hech kim kirib o'tirmasin. Bu narsaga men aytdim, nima oldin ссылка qo'yib turib ishlatgandim. Endi kirmaymiz. Biz hozir men sizlarga boshqa yo'lni ko'rsataman. Bundan chiqib ketamiz. Telegramga kiramiz o'zimizni. O'zbek Telegramga kiramiz. Mana Telegramim. Misol uchun mana. Xo'p, men Telegram kanalimda mana shu botni ссылкасini tashlab ketaman. Men sizlar uchun mana ma'lumot uchun ko'rsatib ketyapman bu narsani. Biz agar tekinga qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda referral bosamiz. Referral bosganimizdan keyin mana bu yerda любой joyga, любой odamga jo'natsanglar bo'ladi degan narsa chiqadi. Mana bu yerda misol uchun o'zingizlarga tashlab qo'yishinglar mumkin mana bu yerda. Yoki bu kimdir tanishinglar tashlasanglar, ular mana bu yerda botdan start bosib turib, start bosgandan keyin mana shu kanalni qaysidir kanalga подписка bosinglar deb keladi. O'sha narsani bosganingizdan keyin sizlarga mana bu yerda 01 u deb chiqadi. Sizlar mana shunaqa narsadan bittadan yig'ishinglar kerak. Bitta yig'ish uchun sizlar 10 ta odamga tashlaysizlar. Endi yo'q, men agar tashlamayman desanglar, mana bu yerda mana shu narsaga kirib turib $20 to'lasanglar, mana 22 ta akkaunt ola olasizlar. Shu odamlarga tashlab, mana bu yerdan bitta akkaunt tekinga olishinglar mumkin. Bu hozir bu taklif mana shu yerdagi 1 yillik taklif 31-yanvargacha davom etadi. Endi bilmadim, может keyingi oyda qachondir yana chiqib qoladi. Agar chiqqandan keyin men sizlarga ma'lumot beraman. Hozir sizlar meni Telegram kanalimga kirsanglar, mana misol uchun mana shuni ссылкасini tashlab beraman, bemalol ishlata olasizlar. Xo'p, keyingi ishimizda biz mana shu narsani ссылкасini sketchat qilib oldik. Mana misol uchun kopировать qilib oldim. Qilib olganimdan keyin mana shu Telegram botga kirib, buni bo'lgandan keyin misol uchun mana bu yoqda start bosganingizdan keyin sizlar hammasini to'ldirib olasizlar. To'ldirib olgandan keyin prosta hech narsani bosmasdan turib, agar mana bu yerda bosib yuborsanglar, sizlarda mana bunaqa narsalar chiqadi. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Prosta hech narsani bosmasdan mana bu yerdan jo'natishimiz kerak. Hech narsa bosilmaydi, jo'natiladi. Xo'p, bizda aytyapti, enable etyapti. Menda mana bu narsa chiqdi, boya verify failed deb chiqdi. Please copy verify etyapti. Buni yana boshdan tashlayapti. Biz mana bu yerda yana обновление beramiz. Misol uchun bu yoqdan обновление beramiz. Bitta обновление try again bosamiz. Keyin biz bu yoqdan yana bir marta kopировать qilamiz. Yoki ichkiga kirib turib kopировать qilsa ham bo'ladi. Kopировать qilamiz и qaytadan botga tashlaymiz. Processing deyapti. Gemini 1 Pro deyapti. Endi bu yerda aytyapti 1 minutdan 2 minutgacha vaqt oladi deyapti. Hozir biz ozgina kutib turamiz. Xo'p, mana bizda please copy share it link deyapti. To'g'ri jo'natyapti. Biz hozir yana boshdan yana orqaga qaytib turib bu narsani boshdan qilishimiz kerak. Mana get offer bosiladi. Bundan oldin mana обновление bosamiz. Bir marta обновление bosamiz. Xo'p, обновление bo'ldi. Get offer bosamiz yana bir marta. Keyin mana bu yerdan yana ссылкасini kopировать qilib olamiz. Xohlasak ichkaridan kopировать qilsangiz bo'ladi. Menga bu удобный. Yana bir marta tashlaymiz.
Bo'ldi. Bizada mana chiqdi. Verification bo'lyapti. Xo'p, mana shu chiqqandan keyin biz yana дальше подтвердить bosamiz. Xo'p, bu yoqda deyapti Windows Open deyapti. Dokument ko'rib chiqyapti deyapti. Ozgina kutamiz. Bo'ldi. Bizada olindi mana. Google AI Proga kiramiz mana. Hozir обновление bo'lyapti. Yana bir marta получить bosib olamiz. Ozgina kutamiz. Bo'ldi. Bizada olindi. Endi biz bu yoqqa kartamizni kiritamiz. O'zimizni kartamiz. Boshqa kartalar bo'lmaydi. Agar sizlar bu yoqqa noto'g'ri karta kiritsangiz, sizlarda yana ошибка beradi. Misol uchun men o'zimni kartalarimni kiritaman bu yoqqa. Viza karta agar sizlarda viza karta bo'lmasa, misol uchun o'zimdan bemalol ochsanglar bo'ladi. Bitta ochasizlar. Ochganingizdan keyin mana bu yerga yoziladi. Misol uchun qanaqadir karta. Men o'zim kartamni ko'rsata olmayman. Misol uchun o'zi bu konfidensialniy bo'ladi. O'sha narsa qilmaydi. Xo'p, endi kutib turamiz biroz. Bo'ldi. Bizada уже mana подписаться bossanglar, sizlar уже подписаться bo'ladi. Agar mabodo sizlarda boyagi joyda qanaqadir ошибкаlar yo nimadirlar chiqayotgan bo'lsa, mana bu yerda yozasizlar. Google Payments qilasizlar. Paymentsga kirasizlar-da. Ikkinchi kiriladi. Kirilgandan keyin misol uchun mana bu yerda подтвердить личность deyapti. Личностьni подтвердить qilib turib, o'zingizlarning kartangizni kiritib qo'yasizlar. Misol uchun menga mana bu yerda keldi. Telefoningizga keladi уведомление. Terishinglar kerak bo'ladi. Terganinglardan keyin уже bu yoqda sizlarda mana bu yerda karta chiqyapti mana. Mana shu kartani bu yoqqa kiritib qo'yasizlar. Har xil ошибкаlar bersa mana shu yerdan kiritasizlar. Xo'p, bo'ldi, bu narsadan o'tdik biz. Agar hammada normal bo'lsa, bu yoqda подписаться bosiladi. Ozgina kutiladi. Bu mana 0 deb yozib qo'ygan, 12 oyga 0 deb yozilgan. Bo'ldi, mana подписаться qildik. Подписка оформлена deyapti. Sizlardan umuman pul yech olmaydi. Qo'rqmanglar umuman. 12-oydan keyin уже agar sizlar bu narsani подпискani admin qilmasanglar, sizlardan pul yechib oladi bu narsaga. $20 yechib oladi. Esinglardan chiqmasin, подпискani admin qilish kerak. 12-oyga yaqin iloji boricha. Может, ungacha yana qanaqadir takliflar chiqib qolsa, mana kanalimni kuzatib boringlar. Takliflar chiqsa, men sizlarga tashlab boraman. Hammasini ko'rib bemalol qilsanglar bo'ladi. Hamma ishlatgan saytlarni men Telegram kanalimga tashlab boraman. Bemalol kirib turib ishlatsanglar bo'ladi.